qildilar. Albatta mana bu uyni barpo bo'lishiga ham Chinoz tumanining rahbariyati, hokimi, o'rinbosarlari ko'rdingizlar, mana stalbagacha o'rnatib berdilar. Bunaqasi bo'lmagan. Gazlarni ham tortib, hamma sharoitlar bo'ldi. Mana shu mehribon bolajon mana shu yerda aholisidan ham minnatdormiz. Samarqand mahallasidan ham, Madaniyat mahallasidan ham hamda barcha shu oilaga ehson qilgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa yana bitta oila farovonlik sari chiqib ketdi yurtimiz. Bolajonlarimiz xursand. Oğlumuz kesildi. Hammasi ortda qolgan bo'lsin. Bu yog'iga faqat sizga yaxshilik, mana shu uyga yaxshi to'ylar qilish, shu farzandlaringizni baxt tomonni bo'lish sizga nasib qilsin. Bo'lgan hamma yomon kunlarsiz ortda qolgan bo'lsin. Bu akamizni ham ruhlari shod bo'lsin. Ularni umrlarini shu farzandlaringizga qo'shib bergan bo'lsin. Iloyim sizni ko'klarga olib chiqadigan farzandlar bo'lib yetsin. Tabriklayman yana bir bor. Nazirjon aka. Bitta duo qilsinlar hojat. Keling, keling. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigoro, gunohlarimizni mag'firat aylab, duolarimizni ijobat qilgin. Mana shu hammamizga yaxshi ma'lum tanish bo'lgan ukamiz olamda o'tganlar. Alloh ruhlarini shod aylab, iymonlarini salomat qilsin. Ularning farzandlariga inson qadri mana shunday buyukki, ularga qancha xizmat qilsa oz. Bosh bo'lib hokim bobomiz boshchiligida mana shunday chiroyli uy-joylarni, manzur makonlarga bularga ko'p insonlarning hissasi qo'shildi. Alloh taolo adadini, hisobini, niyatini, ixlosini barchasini o'zi ko'rib bilib turibdi. Mana shu yerda mana shu farzandlarimiz ulg'ayib o'nib o'ssin. Umrlariga, rizqlariga Alloh barakot bersin. Bilimli bo'lib, ziyoli bo'lib, elimizga, yurtimizga, dinimizga xizmat qilsin. Yurtimiz bundan da gullab yashayversin. Bunga bosh bo'lganlarga, hammalariga Alloh taolo ikki dunyo saodatini nasib qilsin. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xayr. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Muborak bo'lsin. Uylarni ko'ringda endi. Shaharda yomg'ir, 3 kun yozib yotdi.